Labo so'rab yozgan klientlarimiz uchun birato'la 3 ta laboni qo'yib yuboramiz. Bularni avtokreditga chiqadigan narx-navolarni hammasini batafsil ma'lumotini berib o'tamiz. Birinchi labomiz 2023-yil, kraskalari toza, karmetal diskalar qo'yilgan, 38 ming probegda. Mashinaning tan narxi 78 million so'm, naqdga savdolashamiz. Metan gazli ustanovka qilingan, avtokreditga eng minimal 18,5 million so'm bilan chiqadi. 2 million 600 dan oyligi. Bu labomiz 2024-yilda ishlab chiqarilgan. Metan gazlari bor. Xo'p, probeglari 77 ming kilometr masofa bosib o'tgan, chexol, obshivkalar qilingan, kraskalari toza. 2024 bu narxini 75 million qilib beramiz. 12 million boshlang'ich to'lov bilan chiqadi. 2 million 700 mingdan oylik to'lov. Keyingi labomiz 2025-yilda ishlab chiqarilgan, kraskalari toza. Bor yo'g'i 14 ming kilometr masofa bosib o'tgan. Ko'rsanglar ham, salonlari ham ideal bo'lib turibdi. Propan gazda harakatlanadi. Mashinaning kraskalari toza, olib haydashga tayyorgina. Buni narxini 85 million so'm qilib beramiz. Avtokreditga 20 million bilan chiqadi, 2 million 700 mingdan. Uchalasidan ham bor. Bundan tashqari Damaslarni ham qo'yib yuboramiz, uzoqlashib turmanglar. Xohlasanglar yengil mashinalardan ham Viberlar bor. Manzilimiz Shahrisabz shahar, Yangi Xalq bankidan 300 metr o'tgandan keyin mana shu 3 tashkalilarni tugashda keladi. Kanallarimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan keyin Damaslarni chiqaramiz, xudo xolasa.